Bilim bugun Salom Toshkent. Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum yaxshilar. 23 fevral sanasi haftaning dushanba kuni sevimli boshlovchilaringiz yana siz bilan jonli efirdagi Salom Toshkent dasturida didorlashib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Assalomu alaykum do'stlar. Sog'misiz, omonmisiz? Sizni barchangizni kayfiyatingizni har doimgidek yuqori cho'qqilarga ko'tarishga biz shaymiz. Eng muhimi siz o'rningizda mahkam o'tirib olsangiz bo'ldi. Chunki Salom Toshkent dasturi har doim sizga kayfiyat bag'ishlaydi va albatta mana shu kayfiyatni siz yaqinlaringizga ulashadigan bo'lsangiz, ular ham xursand bo'lib yurishadi, albatta kun davomida. Vaqtingiz shunchaki o'tmaydi, biz sizga qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz, lavhalarni, sahifalarni va kuy qo'shiqlarni, taronalarni ham hadya etish niyatidamiz va eng asosiysi bugun dasturimizga biz psixolog mutaxassisni ham taklif etganmiz. Hozirdanoq sizda qandaydir muammolar bo'lsa, savollaringizni bizning Telegram botimizga yozib yuborishingiz mumkin. Hoziroq boshlang, chunki suhbat boshlangandan keyin biz suhbat bilan ovora bo'lib qolishimiz mumkin. Va albatta Telegram botimizga ham mana shunday savollaringiz bo'lsa, hamkasb aytganlaridek yo'llang. O'ylaymanki, bizning mehmonimiz albatta jon deb yo'q demasdan barcha savollaringizga javob beradilar. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti iqtisodiyot nazariyasi kafedrasi katta o'qituvchisi, amaliyotchi psixolog Shermuhammad Mo'minovni qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Kelibsiz. Marhamat, o'tirib olishingiz mumkin. Sizni studiyamizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Psixologlarga xos bo'lgan xotirjamlik bilan kirib keldingiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Alo. Marhamat, so'rashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisiz? Qisqa. Juda yaxshi. Va siz doim o'z mana shunday xotirjam, bosib oling. O'zingizni bosib olgan bo'lib yurasizmi Bu sizning tabiatingizmi yoki o'rganilganmi? Ha, shunaqa savol bo'lsa ham. Tabiatimiz ham bor. Tabiat. Demak, fe'l atvoringiz o'zi shunday og'ir bosiq. Shunaqa. Psixologlarga xos aytganingizdek, lekin rostdan ham mana men o'zimni masalan endi unaqa tasavvur qilishim qiyin-ku, lekin bunday holatga men tushaman qachon ko'proq o'sha agressiv holatlarda, sal jahlim chiqqanda yoki tushkunlikka tushib qolganimda mana shunday holatga tushib qolishim mumkin. Endi meni fe'lim boshqacha bo'lganiga, psixologiyada shuni qanday tushuntirish mumkin? Ha, ya'ni agressiyani boshqara olish uchun deb so'ramoqchisiz, a? Shunaqa desa ham bo'ladi. Agressiya bu insonni ichki holati-da bu. Ma'lum bir ko'rinish. Bu har doim bo'lmaydi agressiya va har qanday vaziyatda ham bo'lmasligi mumkin. Ma'lum bir bosimlar ko'payib ketganda yuzaga keladi. Ishxonada bosim ko'p, misol uchun, uyda bosim ko'p, ko'chada